Mana 1-oktyabrdan rasmiylashtirish boshlandi. Mana ertaga skuterlar уже jarima maydoniga ketyapti. 2024-yildan beri biz ogohlantirib kelyapmiz, fuqarolarga yetkazib kelyapmiz. Endi vazirlar mahkamasining qaroriga asosan 1-oktyabrga qadar uzaytirilgan edi. Mana o'sha kun yetib keldi. Ko'rib turganlaringdek, o'sha belgilangan talabga amal qilmagan, ya'ni davlat raqam belgisiz yoki haydovchilik guvohnomasi, shuningdek o'sha montaj shlemsiz harakatlanayotgan skuter, moped haydovchilariga nisbatan reyd tadbirlarini olib boryapmiz. Bunday tadbirlar o'tkazishdan maqsad juda ko'plab mana shunday skuter va moped haydovchilarining yo'l harakati qoidalariga amal qilmasligi oqibatida yo'l transport hodisalari sodir bo'lyapti va buning orqasida ko'plab fuqarolar halok bo'lyapti. Eng qizig'i, mana shu fuqarolar hattoki o'zini salomatligini o'ylamasdan arzimagan pul turadigan motoshlemdan foydalanmayapti. Mana shunday holatlarni oldini olish maqsadida bugundan butun respublikamiz miqyosida, jumladan Farg'ona viloyatida nazorat reyd tadbirlari olib borilyapti. Buni fuqarolar to'g'ri tushunishlarini so'rab qolamiz. Sababiki maqsad bu yerda hech qanday jarima yoki boshqa emas, maqsad insonlar hayotini saqlab qolish. Albatta, belgilangan talabga amal qiladigan bo'lsa, bizning qarshiligimiz yo'q. Skuter, mopeddan foydalanishlari mumkin bo'ladi.